Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Ishinglar yaxshimi? Xo'p, Telegramga ushbu animatsiyani qo'ygandim. Ko'pchilik yozdi, "Aka bizga ham o'rgating, aka qanaqa qilinadi?" deb. Sraz dars qilishga qaror qildim. Sraz ham emas, уже bir hafta o'tib ketdi. Uzr so'rayman. Sal kech qoldi. Xullas darslikni tayyorladim. Qanaqa qilinishini hozir noldan ko'rib chiqamiz. Avval animatsiyani ko'rib olaylik. Xullas shunaqa animatsiya o'zi 4 soniya 5 soniya, lekin juda ham premium, chiroyli ko'rinadi. Buni sound effekt bilan eshitsanglar, вообще o'zarchi ko'rinadi. Hozir shuni boshdan oxirigacha ko'rib chiqamiz. Xo'p, yangi kompozitsiya ochib olamiz. Kelinglar. Boshdan ko'rsatay. Yangi kompozitsiya ochib olamiz. Deylik. Render ochib olamiz. Bizga 5 soniya yetadi. Ochib olamiz va bizga fon kerak. Mana orqasidagi fon kerak. Birinchi bo'lib orqasidagi fonni tayyorlab olamiz mana. Ko'rsanglar, fon qimirlab, bu yoq bo'lib turibdi. Ko'ryapsizlarmi? Fon qimirlayapti. Bu video emas, oddiy rasm. Qaranglar, fonni olamiz. Menda fon bor. Xo'p, bunaqa fonni qanday topasizlar? Internetdan SAS background deb yozsanglar, SAS BG deb yozsanglar, Pinterestdan yoki internet любой brauzerdan yozsanglar chiqaradi, juda ham ko'p. Xo'p, buni scale'ni videomiz nimasiga to'g'rilaveramiz. Xo'p. Birinchi qiladigan ishimiz background to'g'riladik. Bunga tur yozsanglar, mana bu yoz chiqadi. Turbulent displays. Shuni tashlaysizlar. Tashlaganingizdan keyin mana sizedan pastda offset ko'rsanglar, mana qimirlatsanglar, bu animatsiya bo'ladi o'zi. Mana bu chiziqchani bu yoqqa olib kelib olasizlar. Offsetga bitta keyframe va animatsiyamiz oxiriga borib, mana buni bu yoqqa olib kelib qo'yamiz va bizda tayyor rasmdan shunaqangi chiroyli, kreativ animatsiya paydo bo'ladi. Xo'p. Endi mana bu sal kichkinaroq qilaylik, xalaq berib qo'yishi mumkin. Teparoq qilib qo'yamiz. Xo'p. Shunaqangi animatsiya tayyor bo'ladi va buni endi rangini qanday o'zgartiramiz? Rangini bu yoqdan tint effekti tashlaymiz. Mana tint. Ustiga tashlasak, bizda shunaqa oq-qora bo'ladi. Mana bu oqni deylik, boyagi animatsiyada ko'k rang, olov rangdan ishlatilgan, biz ko'k ishlatib ko'ramiz bu animatsiyamizda. Deylik, mana ko'k qildik. Xo'p, bizda endi fonimiz tayyor. Fon tayyor, qimirlab chiroyli animatsiya bo'lib turibdi. Bunda nima bor? Boshda shape bor, shape'da yozuv bor va orqalarida mana shunaqangi yonib turgan narsalar bor. Qanday qilamiz buni? Bitta shape ochib olamiz. Stroke kerak emas bizga. Deylik, hozir oq qilib turaylik hozircha. Va shape'da mana bu rectangledan pastga tushamiz. Rectangle pathni ochamiz. Bu yerdan size'da mana bu zanjirchani o'chiramiz va scale'ni o'zimizga moslab to'g'rilab olamiz. Uzunligini, enini to'g'rilab olamiz va qirralarini oxirigacha ko'tarib bunday qilib olamiz. Xo'p, bizda tayyor. Endi buni o'rtaga olib kelib olish kerak. O'rtaga olib kelib olamiz. Endi nima qilamiz? Bunga rang beramiz. Rangini gradient bilan beramiz. Mana yozamiz. Gradient ramp. Gradient rampni shunday ustiga tashlaymiz. Tashlagandan keyin gradient ramp effekti shape'ga, любой layerga ikkita rang beradi. Mana tepada qora turibdi, pastda oq turibdi. Mana bu oqni ko'k qilamiz. Farqi yo'q. Backgroundga yaqinroq bo'lsa bo'ldi. Ko'kka o'zgartiramizda va mana bu qorani yaqinlashtiramiz ozgina. Ko'kni sal tortamiz. Ko'kni ham yaqinlashtirish, ikkalasini ham yaqinlashtirish kerak ekan. Yaqinlashtiramiz, qorani olib kelib olamiz va bizda bunaqangi shape paydo bo'ladi. Endi buni orqasiga stroke qilish kerak, ya'ni mana bundagi mana yonayotgan narsalarni qilish kerak. Buni qanday qilamiz? Shape'ni copy qilamiz va tepadagisini o'chiramiz va pastdagisi bu stroke bo'lish kerak, ya'ni qirralardagi o'sha yonayotgan narsa bo'lish kerak. Gradient ramp kerak emas, endi bizga o'chiramiz buni. O'zini rangini qora qilamiz. Qora va bunga light sweep degan effekt tashlaymiz. Effektni tashladik. Birinchisini ko'taramiz, yaxshiroq qilib, ikkinchisini tushiramiz. Ikkinchisi bizga kerak emas, chunki faqat stroke bo'lish kerak. Ikkinchisi shape'ni ustiga ham yorug'lik qilib yuboradi, mana. Ko'rishingiz mumkin. Bu bizga kerak emas. Uchinchisi mana bu stroke'ni yonib o'tishi, ya'ni qanchalik baland yoki past bo'lishi. To'rtinchisi o'sha stroke'ni qalinligi.
Bizga qalin bo'lishi kerak emas. Deylik, shunaqalar bo'lsa yetadi. Endi mana bu directiondan bitta bosamiz. Bu yoqqa kelib, mana hozir bizda -30 turibdi. Bu yoqqa kelib directionni deylik 2 qilib qo'yamiz. Ya'ni 2 marta aylanadi. Mana. Aylanyapti. Va endi buni mana bu yerdan switchni bosib, modni bosib, buni modini screen qilamiz. Ko'p montaj programmalarda bor, mod degan narsa bor. Ya'ni bitta deylik bironta rasm, bironta fon ustiga rasm qo'yasizlarda, o'shani overlayni yoqib qo'ysanglar, o'sha rasm prozrachniy bo'ladi. Bu After'da ham shunaqa bo'limi bor. Mana overlay qilsa, hech nima ko'rinmaydigan bo'ladi. Mana qora ko'rinyapti. Endi qora fon baribir ko'rinadi. Overlay emasda screen qilsak, boyagi mana qora fon yo'qoldi. Faqat strokni o'zi qoldi. Endi nima qilamiz? Xo'p, strogimizda mana bu yerda rangni almashtiradigan joy bor. Strokni ham ko'kka yaqinroq rang qilamiz. Bunday qilamizda. Ja, baland ko'k bo'lib ketdi. Bunday qilamizda, bunga Deep Glow effekti tashlaymiz. Deep Glow 2 effektini tashlaymiz va bu bunaqa qilib yonib turadi. Sal mana buni ko'tarsak, endi tepadagisini yoqsak, bizda mana bunaqa narsa paydo bo'ladi. Buni nima qilamiz? Pastdagisini scale ni kattaroq qilamiz. Deylik, 103 qilamiz. Yoki mana bu Light Shift'ni sal yana kattaroq qilsak bo'ladi. Ko'rinib qolar ekan. Hozir ham yaxshi turibdi, faqat sal mana buni tushirish kerak. Opacity'ni ozgina tushirib, mana. Opacity'ni ozgina tushirdik, tepadagini. Endi stroklari yaxshi, chiroyli ko'rinyapti. Mana. Aylanyapti. Bu yerda nima yozilgan? You focus on endi yozamiz bunga. You focus on yozamizda, buni scale ni pastroq qilib, o'rtaga olib kelib, buni ham yana scale ni pastroq qilib ichiga joylashtirib olamiz. Bunga ulaymiz, ikkinchisini pastiga ulaymiz. Buni ham o'rtaga, tepaga olib kelib olishimiz kerak. O'zi o'rtada turgan ekan. Mana bu tekstimiz sal o'rtada emas. Bo'ldi, bizda tayyor. Tekstni orasini sal qisamiz. Keng bo'lib ketibdi. Bo'ldi. Xo'p, tekstimiz tayyor. Endi tekstni opacity'sini sal tushiramiz. T harfini bossanglar klaviaturada T harfini opacity degan joy ochiladi. O'shanda sal prozrachniyroq qilamiz. Xo'p, juda ko'payib ketdi. Bunday qilsak bo'ladi, zo'r. Bizda tayyor. Endi nima qilamiz? Bu yoqqa kelamiz o'rtasiga. Kelib, buni unday hammasini belgilab, hammasi deganda hammasini emas, nima ishlatgan bo'lsak, o'shalarni faqat background turadi. Ctrl Shift D bosib kesib olamiz o'rtasidan va men buni tepaga qo'yib olsak, mana ikkita bir xil narsa bo'ladi, paydo bo'ladi bizda. Bu yoqdagisini tekstini driving ga o'zgartiramiz. Driving. O'zgartirib, bu scale ni kattaroq qilamiz va buni bold. Bold qilsak ham bo'lar ekan. Bold qilamiz. Teparoq qilamiz va buni modini overlay qilib qo'yamiz va opacity'sini ko'tarib qo'yamiz buni. Mana bizda shunaqa narsa paydo bo'ladi. Ya'ni mana bu yoqda ko'rsanglar, bunda oq turibdi. Bunda o'sha qanaqadir prozrachniy bo'lib turibdi. Xo'p, tayyor. Endi nima qilamiz? Endi bu yoqdan bitta null ochib olamiz. Mana yerda bo'sh joyda mishkani o'ng tomonga bosamiz, new ochiladi. Null objektni ochib olamiz. Null objektni ochgandan keyin mana yerlarga kelamiz. Deylik. Mana shu yerlarga kelamizda, mana bularning hammasini backgrounddan tashqari null obyektga ulab qo'yamiz. Hammasi null obyektga ulandi. To'xtanglar, mana bu 3 tani ulamay turamiz hozircha. Bu yoqda yana bitta null ochib olamiz. Bu uchun alohida, mana bular uchun buni yashil qilib qo'ysak, tushunarli bo'lib turadi. Mana bu 3 tani bu nullga ulaymizda, mana bu nullni keyin bunga ulab olsak bo'ladi. Hozircha lekin ulamay turamiz. Bunday qilamiz.
Xo'p, mana yerga kelamiz. Bu nolga, positionga bitta, yo'q, scale'ga bitta keyframe va boshiga kelib bunday qilib yuborishimiz kerak edi. Lekin nimagadir ishlamadi bizda. Demoqchi edim, men bilan ulamagan ekanmiz. 3 tani birinchisiga ulaymiz. Xo'p. Positionimiz turibdi. Mana boshiga qaytamizda endi scale ni kattaroq qilamiz. Buni bu yoqqa tortamiz va bunday belgilab, ikkalasini F9 ni bosamiz. Va bu yoqdan keyframe graph editordan buni birinchisini bu yoqqa tortamiz. Ikkinchisini chapga tortamiz. Chapga tortamiz. Keldi. Bu endi men buni kattaroq qilish kerak. Почти mana shunaqa turishi kerak. Bu yoqda bunday turishi kerak. Bu yoqda mana shunday turishi kerak. Driving sal bu yoqqa surib qo'yamiz. Keyin bunga yana bitta position qo'yib, bu yoqda yana bitta position qo'yamiz. Bu yoqqa kelib positionni chapga surishimiz kerak edi. Mana ulab qo'yamizda. Mana bu 3 tanikini 0 ga ulagandik. 0 ni endi tepasiga ulaymiz. Ulaganimizdan keyin mana keldi bu yoqqa. Mana bu yoqda men bu keyframedan bu keyframegacha chapga ketish kerak. Uzr, mana bu scale ekan. Xo'p, mana 0 ga position bitta keyframe. Bu yoqqa kelib, endi bu chapga ketish kerak. Chapga ketdi, qildik. Endi bunday animatsiya qilsak, mana bunday ketadi. Bu paydo bo'lish kerak edi, lekin bu joy o'zgarib ketdi. Mana bu oxirgi joyga kelamiz. Men bu 0 bilan buni joyiga chiroyli qilib tushirib olamiz. Ana endi bunday paydo bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi? Endi buni to'g'rilash kerak. Ikkalasini belgilaymiz, F9 bosamiz. Bu yoqdan birinchisini ozgina o'ngga tortamiz. Ozgina chapdagisini sal ko'proq tortib olamiz. Va bizda bunaqa animatsiya paydo bo'ladi. Endi bu buni ketgandan keyin chiqyapti. Buning uchun buni 0 ni bu yoqqa suramiz. 0 emas, ikkita positionni o'ngroq suramiz. Va bizda bunaqangi animatsiya paydo bo'ladi. Positionni yana ham uzoqroq sursak, yana ham sekin chiroyliroq chiqadi. Sal sursak yetar ekan o'zi. Ozgina surib. Yo'q. Ne qo'yish kerak edi? Buni oxirigacha tortib qo'yish kerak. Mana. Buni ko'proq yana chaproq tortamizda, men bu 0 bilan yana men bu shape'imizni joyiga to'g'rilab olamiz. Ana endi ko'rsanglar bo'ladi. Endi buni ham cho'zsanglar, bemalol smooth bo'lib chiqadi. Mana. Ikkalasini F9 yana bosamiz. Keyframe'ini yana ozgina to'g'rilab chiqamiz. Birinchisi o'ngga ozgina, ikkinchisini ko'proq chapga tortamiz. Bizda bunaqangi animatsiya paydo bo'ladi. Buni endi to'g'rilab olishimiz kerak. Mana. Sal suramiz. Buni bu yoqqa. Bo'ldi. Zo'r. Kelyapti orqaga. Bitta bu yoqqa ketyapti. Endi bitta adjustment layer qo'shamiz. Tepada buni sal qisqaroq qilamiz. Kesamiz ikki tomondan. O'rtasiga Gaussian blur beramiz. Gaussian blur. O'rtaga beramizda buni xira qilamiz, blur qilamiz ozgina. Blurga keyframe, keyin U harfini bossanglar mana keyframelar ko'rinadi. Boshiga qaytib keyframe'ni 0 qilamiz, ya'ni toza joydan xira bo'lib, blur bo'lib, mana bu yergacha blur bo'ladi, keyin yana blur yo'qolishi kerak bizga. Va 0 qilamiz. Ya'ni o'sha o'zgargan joydan, perexod bo'layotgan joyda bitta blur bo'lib oladi. Shunda smoothroq chiqadi. Keldi. Ketdi. Hop. Zo'r. Endi mana bu yerda ko'rsanglar qanaqa chiqqanini qaranglar. Hop, bu chiqqan.
Keyin bu drivingga o'zgargan. To'g'rimi? Drivingga o'zgargan. Mana yerda tekstimiz animatsiya bo'lib chiqyapti. Buni qanday qilamiz? Mana bizda mana bu tekst bor. Effects preset bo'limidan typewriter degan mana bu effektni tashlab olamiz tekstimizga. Mana o'sha kech chiqdi bu. Sekin chiqdi. Mana U harfini bossanglar, o'sha animatsiya effekt qo'ygan tekstimning ustiga U harfini bossanglar, mana bunaqa joy ochiladi keyframe. Keyframe'ni oldiroq tortib qo'ysanglar, animatsiyam tezroq boshlanadi mana. Hop, chiqdi. Hop, paydo bo'ldi. Qaranglar yana bitta marta. Chiqdi, turdi, oxirida paydo bo'lib qoldi. Buni endi mana bu modni o'zgartirib, hammasiga motion blurlarni yoqib chiqamizda. Bu yoqdan yana adjustment layer ochib, bu yoqdan force deb yozsanglar, mana force motion blur chiqadi. Ustiga bitta tashlab olamiz. Endi bir marta ochishga sal qo'yib beramiz, chunki men bu oxirgi adjustment layerning ustiga tashlagan effektim sal og'irroq, ochish qiyinroq bo'ladi. Va bo'ldi. Endi boshdan ko'rsak bo'ladi. Hop. Yana bir marta. Endi buni sound effect bilan ko'ringlar. Yana bir marta sound effect bilan ko'ringlar. Nothing back. You focus on one thing, driving. We handle everything that happens. Darslik tushunarli bo'ldiga umiddaman. Yana ham shunaqangi foydali, ya'ni motion animatsiyali darsliklar ko'proq chiqishini xohlasanglar, albatta profilga obuna bo'linglar, ya'ni kanalga obuna bo'linglar, videoga like bosinglar, kommentariyada fikringlar, darslik bo'yicha fikringlarni yozib qoldiringlar, ya'ni qayerda xato bo'ldi yoki tushuntirishda muammo bu. Xullas darslik bo'yicha maqtovlar bo'lsa ham kommentariyada, yomon chiqqan joylar bo'lsa ham kommentariyada o'zinglarning fikringlarni bildiringlar. Bu men uchun juda ham muhim va keyingi darslikka chiqishiga ajoyib zo'r motivatsiya bo'ladi. Zo'r motivatsiya bo'ladi. Yomon tilim jingalak bo'lib ketdi. Sog' bo'linglar, charchamanglar. Keyingi darsliklargacha ko'rishguncha. Televideniya qilib ketdim o'zi ham. Charchamanglar.